O'zbekiston rekordi o'rnatilyapti. Ya'ni yechilgan motorni necha minutda hozir o'rnatib zavat qilishi hisoblab tursa bo'ladi. Dunyo rekordi 43 sekund ekan. Men tasavvur qila olmayapman. Hozir buni bilmayman. 5 minutda qila oladimmi yo'qmi? Qila olmasa kerak deb o'ylayapman. Lekin 1 minutda qilib qo'yishadi deyishadi. Chunki motorni ichiga qo'yib, hamma narsani ulab, xotirib, zavat qilib yurishar ekan. Yig'adi, qaranglar, boshdan o'zimani. Qo'y, 5 sekund. Qo'y, granatalarni chiqarib deydi. Qo'y. Ota ko'rdingmi? Kimdir qaydi? Nima bo'ldi? Qo'y, qaranglar, o'zi qotirib oldim. Qo'y. Давай. 24 sekund. Давай. Motor. Давай. Ha, yurish kerak. Voy, kapot. Voy, kapot. Qani. Voy. Sekund 50 sekundda yo'q, motor qo'yib, ulab, yurg'izib olib chiqib ketdi.